Diskanichi jinnisini olib keldim. Voy, diskani dabdala qildim, han qaranglar, chaqilib ketdi. Sizlarning ham mashinalarda shunaqa diskan chetlari qirilayotgan bo'lsa, buni zo'r yechimi bor. Videoga like bosib tursanglar, hammasini ko'rsataman. Akalar, biz diska Osiyo kelganmiz-da. Bu yoqdachi libboy diskalarni chotki qilib remont qilib berishadi. Diska Osiyoning o'zi asosan qiladigan biznesi mana shu diskalarni shlifovka qilish bo'ladi. Hozir kunda bilasizlar, hamma mashinalar saka diska bilan chiqyapti-da. Ko'pchilik yurganda aruga tushyapti, yamalaga tushadi, diskalarning chetini chaqib qirib yuborishadi. Ana o'shanda shlifovka qilinsa, o'sha qirilgan joylar yo'qolib, diska yanada chiroyli bo'ladi. Hozir diska Osiyo yengilini jinnisini qilishgan. O'zingiz ishlab chiqarishayotgan shu shlifovka apparatlarni sotuvga qo'yishganda, agar siz seriz bilan ish qiladigan bo'lsangiz, mana shu apparatdan bitta olsangiz, soqqan tagida qolib ketasiz. Diskani ko'rasam, dabdala yozdi. Hozir shuni shlifovka qilib, yengidek qilib qo'yamiz. Mana shu apparatni o'zingiz ishlab chiqarishyapti-da. Sifatli qilib yig'ilgan. Narxi okalar $6000 ekanda. Xuddi shuni analogini sizlar Xitoydan olib keltiraman desanglar, narxi $12000 bo'ladi. Ya'ni bir kun ham garantiya berishmayapti. Bular bo'lsa 6 oy garantiya berishyapti. Xitoydan olasiz, sizlarga hech kim o'rgatmaydi, lekin bular sizlarni professional darajada obucheniyalar bilan qilib berishadi. Hozir sizlarga bitta ishlatib ko'rsatamiz. Boy diskani ko'rdinglar va shu xunuk holatidan qaranglar. Diska yangi bo'lib qoldi. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bu yangi chiqqan versiyasi ekan, narxi $7000. Touch qilishini ko'rasam, akalar, apparati bor, ovozi ham unaqa shovqin bilan chiqmayapti. Qarochi Yevropadagi apparatlar bilan bemalol tashlashib qo'yib olinglar. Bu apparatchi yana boshqa funksiyalari ham bor ekan-da. Qarochi aka, cho'chmasdan xarid qilsangiz bo'ladi, chunki O'rta Osiyoda bitta shu okalarda shunaqa apparat. Mana monitorlarni ko'rasam, даже Samsung bo'yasida. Abdulla akamchi Surxondaryo Denozda seriz yurg'izar ekanlar-da. Nimaga aka Emini diska Osiyodan shu apparatni olasiz? Bu apparat Xitoy va Rossiya apparatlaridan 2 barobar arzon, 6 oy garantiya va obученияsi ichida. Xudo xolasa Denoga borib, soqqani bosamiz. Aka, siz haligacha o'tiribsiz. Bu videoni seriz yurg'izgan do'stlarning hammasiga jo'natib qo'yinglar. Kimga qiziq bo'lsa, mana akalarning nomerini pastda qoldirib qo'ydi.